Voy. Eng qizig'i bilsangiz, o'tgan safar sizni mazangiz bo'lmay turib quturib ketgandingiz. Asabim o'ynamagan. Har doim shunaqa qilishadi bor, har doim. Bu safar unaqa bo'lmaydigan umiddaman. Bu video qachon chiqadi? Chiqadi, bolalar. Sabr qilib turinglar. Yaqinda. Yaqinlarda chiqadi. Nechta? Shundansiz, masalan, pastdan qidirib o'tiribman. Ko'ying. Nima bo'ldi? Ketdimi efir ochdimi? Yo'q, borki chatda o'qiyotdi. Nima bo'ldi? Qachon chiqadi deyishdi. Aytdik, endi qachon chiqishni aytdingizmi? Yo'q, yaqinda chiqadi. Men qayerdan bilaman qachon chiqishini? Stop! Janjal yaqinroq kelishdi. Eshitasan? Nima bo'ldi? Ish topinglar deyapti. Kitobni berdi. Ha, kitob. Ish topinglar deyishdi. Xonaga yashirinishimiz kerak biz. Shashma. Kitob bu oy. Gel. Çıktık. Çıktık böyle kitap koyduk. Böyle eşik koyduk böyle kıyıydı. Birinci tamam. Çıkamayın. Sıradan çıktı o şey. Kitabı karar ver lan gel. Halo. Sen koruma yaptı. As. Şaşma. Böyle koruma. Böyle koruma bile. Hey! Evet! Oy, böyle koruma yazıyor. Oy, Bulut. Hey! Kime? Oy, Bulut. Men umrim davomidagi eng qo'rqqan videomdan bittasi bu. Darkent ichida eng zo'ri mana shu. Xudo xolsa endi bu yog'ini Maqsudjon o'zi montaj qilib tezroq chiqarsa, bu yog'ini ko'rasizlar. Shu uchun do'stlar, hozirroq Maqsud tezroq montaj qilib chatga ham yozib tashlasin, chunki shunda tezroq video chiqadi. Va Telegram kanaliga obuna bo'ling, chunki video aynan qachon chiqsin, birinchi Telegram kanalda e'lon qilib, undan keyin YouTubega qo'yamiz va qolgan joyda aytamiz. Shunaqa do'stlar. Давайте, endi bo'lmasam biz ham efir yig'ishtirib, so'ngga kirishamiz. Gamdagi iltimos. Sen mantar. Bo'ldi, keyin olqaysiz, qol. Bo'ldi. Qarshi videoni ko'ring, bo'ldi. Efir tugadi, hammaga rahmat, chasini yaxshi ko'raman. Yangi video Darkent. Ne chiqsam? 4-chi chiqsam, tez kunda. Payal. Qayta stop, qayta. Efir o'chirib.